Mana davomi mana shu sanatoriygacha bo'lgan yo'lni davomi mana ko'ryapsizlarmi? Mashina qocholmaydi hech qayerga. Chuqurligini qarang. Daradelga aytdik. Qilmayapti. Hokimiyatga aytdim mana yomg'ir yoqqan sarin kengayib boryapti bu chuqurlar mana. Qo'li juda qilib ketadi-da, qo'li juda. Bularni yegan oylik ham qorram mudir suvdagilar. Mana atrofiga qo'ygandan keyin saqich kuch kelar mana bunday. Quymaydi saqishini. Yo'llar mana rasvo chiqib ketdi mana. Bu yo'l adashmasam 60 bilan 70-yillar orasida qurilgan yo'l. Hali bir marta tozalab asfalt qilgan yo'q. Shofyorlar nima qilsin? Bo'lmasam shofyorlarga kompensatsiya bersin. 10 milliondan. Hadovoyni qilgani. Nechta mashina bo'lsa 10 milliondan hadovoyga pul ajratsin. Balona bersin 4 tadan. Hurmatli o'rtoqlar, shofyorlar. Mana shu videomi ko'rsalaring YouTube kanalidan. Like bosinglar, podpisatsiya qilinglar. Kommentariy yozib qolinglar. Agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, uzraman aka. Mana qarang mana. Chuqurligini qarang. 1 metr mana. Qayerga boradi mashina qochib? Bir-birini uradi-ku mashinalar. Yamadan qocha olmasa, yamaga solsa baloni ketsa, diskasi qayrilsa, nima qilish kerak? Hurmatli prezidentimiz, sizdan iltimos. Yo'l qurilish boshlig'i vaziri, sizlardan iltimos. Yo'limizga bunday talabga javob bergan qilinglar bu. Ya bu yangi O'zbekistonda shunaqa yo'l bo'ladimi? Hozir yana bir yerga videoga olib kelaman. Vapshe mashinalar yurib bo'lmaydi. Sanatoriyaga boramiz, sanatoriya yo'llarini ham video olamiz. Ha. Yurib bo'lmaydi. Amay qo'ydim chuqur. Qo'limda mana turpa tajab qo'ydi bolalar. Qarang mana. Qayerga boradi shofyorlar? Mana. Mana qarang mana yo'llarning ahvolini.
mana. Qo'sh yamalar. Yig'layapsan ko'z yoshingda tanlayapman yuragimda esmayimda oq ko'ylaging bizning sevgi hech kim bilmas o'rtamizda sir sen baxtli bo'l ortingga qaytma Qayga qochib bo'ladi bu yo'lda? kulib tushib yangalari yorim olib Qarayman. aytolmadik sevgi maktublarda qolib ketdi yig'lab yorginam alamda yonib ketdi zamonsiz ko'ngil muhabbatdan sovib ketdi Qaray. tomchi ko'zdan oqar tomchi osmonlardan yog'ayapti tomchi yorchi men qiynaldim yorchi yuragimga ofdek tegar tomchi Mana shu yo'lda har kuni qatnaymiz biz. Mana qarang mana. Bu qayga bu? Bunda haydab paxta yubormaydimi? Nima? Dara deb. Mana qarang chuqurligini qarang buni chuqurligini. Qarang, qayga boradi mashina? Palasa polni egallar bo'lgan, chuqur bo'lib ketgan hamma. Trassada haydab turib paxta ekvarsin. Yo qulpina ekvarsin. Har kuni tushum bo'lsa, qarang, yarim metr keladi. Tushgan mashina mana qoladi mana chuqurlarda. Viloyat yo'l qurilishini boshlig'i qayga qarayapti? Bunday bir yurmaysizmi? Siz ham har kuni yurib ko'ring mana shu yo'llarda. Qarang mana, bolalar o'zi pul to'plab beton qo'ygan edi o'tgan yili. Mana qarang, qayga boradi mashina? Mana qarang. Qayga boradi? Qayga borsin bechora? Shopur. Polni asfalt egallaganda mana shunaqa joylar ko'p. Va yamishlik qilib bersin. Hech yo'q, buzib yangilab bersin asfaltlarni. Mana qarang mashinaning yurishini mana. Mana. Qadavoylarga Uchqo'rg'on tumanidagi barchaki nimada turgan, uchetda turgan mashinalarga kompensatsiya bersin. 4 tadan bolona bersin, qadavoy qilib bersin bo'lmasam, doradil. Shunchalik zo'r bo'lsa. Gapirsang, gap achchiq. Tanqis achchiq bo'ladi. Mana qarang. Shu yo'llarda yurib bo'ladimi? O'rta minister, siz yura olasizmi shu yo'lda har kuni? Qatnay olasizmi? Yana ham shopurlarga rahmat. Fuqarolarni o'z manziliga olib borib qo'yadi mana. Chuqurlarni qarang mana. Yurib bo'lmay sadan ketaylar. Sizlar nima ko'rmaysizlar? Aytgan gap quloqqa olmaysizlar, garaymisizlar. Qarang mana. 8 kilometrga borganda vopshim aql bundan dabdala yo'llar. Sanatoriyaga keladi, bag'ini yamamaydi. Yamishlik qilmaydi. Mana qarang chuqurligini, qayga borsin? 2 metr keladi, 2 metr. Bag'i ham ulanib ketgan. Qayga boradi shopur? Nariyalarni qarang, nariyalarni. Polni hamma dabdala. Oshkoralik deydi. Oshkoralikda aytsang, seni yomon ko'radi mana. Mana qarang mana, chuqurlarni qarang. Odamlar bezidi o'zi.
Sekinroq yo'l. Mana qarang, mana asfalt pol egallagan. Qayerga yuradi shu? Qaysi tomondan yuradi? Chuqurlarni qarang. Boraman desang, dash ketaversang, gap ko'payaveradi mana. Qaramaydi. Ha. Sho'purlarga rahmat. Shunchalik nima qiladi? Boraman desang, gap ko'payaveradi. Mana shu videomni ko'rgan insonlar like bosib qo'yinglar, ko'pchilikka tarqalsin bu. Yetadigan joyga yetib borsin bu videolarim. Xalq ko'rsin. Bu yo'ldan eng qizig'i boshqa odamlar ham o'tadi. Turistlar o'tadi bu yo'ldan. Mana qarang. Kulvoradi, ko'timidan kulyapti ular. Birinchi 8 kilometrga kartada bor. Velosipedda kelgani, motosikl, mashinalarda kelgani 8 kilometr tamoyniga boradi, eski tamoyniga. Borib, keyin qaytib 3-bo'limga boradi. Yo'l bekligini bilib, ko'rib va shu yo'ldan mana shu turistlar o'tyapti. Kulib bormaydi va qarang mana, shuncha darajaga yetib borgan bu yo'l. Ya yangilab bersam, polni asfalt bosib bersam. Dunyo ko'ryapti bu yo'lni, dunyo. Chunki har zamonda turistlar o'tib qoladi. Bundan baqi velosipedlar ham o'tadi-da. Kulyapti sizlarning yo'llaringiga bekdi. Qarang yuryapsizlar. Fransiya, Amerika, Italiya, Shvetsiya har qaysi davlatdan keladi baga insonlar. Mana qarang yo'llar. Vobshem yurib bo'lmaydi, dabdala bo'lib ketgan. Men ozgina joydan olyapman. Bu yo'l oxirigacha borsa, bundan dabdala yo'llar. Jonim kuyganda achishganida, mashinamga achishganida aytganman. Shofyorlarning mashinasiga achishgan. Mana qarang. Yo'lda egallab bo'lganda bo'l, qayerga boradi mashina? Yamani bittasidan qolsa 3tasiga tushadi. Mana. Bitta yamadan qolsa 3ta yamaga tushadi mana. Men ham bo'limga aka-ukalarim ko'rgani boraman. Yo'llar hamma mana shu yo'llar mana shunaqa. Hurmatli fuqarolar. Hamma raqsga tushganga o'xshab mayda yo'llar dabdala bo'lib ketganiga mana shu kanal, YouTube kanalimni olgan videolarimni ko'rish uchun like bosib qo'yinglar, ko'pchilikka tarqalsin. Sizlar ham ko'rib like bosib qo'yinglar. Dunyo ko'rsin bu yo'lni endi.